Ushbu video darsimizda 83-topik 1 imtihoni, tetki imtihoni 11 dan 14gacha testlarni tahlil qilamiz. Sharti quyidagi nima haqida gapirilyapti? Namuna bilan o'xshash to'g'ri javobni toping. Va namuna oldin ham kelgan, ya'ni I apatiya sarayo. Bu domda yashaysizmi? Apatiya degani dom, kvartira. Ne? Ochingi sarayo. Ha? 5-qavatda yashayman. Demak, chip uy mavzusida gapirilgan ekan. Ot kiyim, yosh, sonmul sovg'a. 11-testimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ball berar ekan. Erkak aytyapti. Sumishi oppaga isoyo. Sumi akangiz bormi? Oppa degani qizlar uchun aka. Isoyo deb bormi deb savol beryapti. Ayol javob beryapti. Aniyo, onniga isoyo. Yo'q, opam bor. Onni degani qizlar uchun opa. Demak, Nara davlat, Kajok oila. Shu javob to'g'ri bo'ladi. Yerim ism, jumal hafta oxiri yoki dam olish kuni. 12-testimiz 3 ball berar ekan. Ayol aytyapti. Neil shihomi miyashiyeyo. Neil degani ertaga. Ertaga. Shihom degani imtihon. Miyoshi degani mana shu narsa kalit narsa. Ya'ni soat nechida? Soat nechida? Ertaga imtihon soat nechida? Tushiyeyo. Soat 2da. Chivimi qiziqish, hobbi. Nalshi ob-havo. Shigan vaqt yoki soat. Imshik ovqat. Demak, javobimiz 3. 13-testimiz 4 ball berar ekan. Erkak aytyaptiki, chonin non go'ril choaheyo. Sumishininyo. Men basketbolni yaxshi ko'raman. Choaheyo degani yaxshi ko'raman. Sumi sizchi. Sumi sizchi. Chonin tennisiril choaheyo. Men tennisni yaxshi ko'raman. Tennis. Shunda kalit narsa basketbol va tennis so'zlari. Xo'p, chigop kasb, undong sport. Demak, ikkinchi javobimiz to'g'ri ekan. Nalja sana, Kohyang ona yurt, ona vatan. Va 14-oxirgi testimiz 3 ball berar ekan. Ayol aytyaptiki, k kaban choneyo, pisangoyeyo. K degani u, ya'ni ko'rsatish olmoshlarda u. Kabang degani sumka, sumka. Choneyo, chohta yaxshi. Neyo degani hayratlanishni ifodalaydi. Tarjimasi ekan. Demak, tarjimasi yaxshi ekan. Anavi sumka yaxshi ekan. Pisangoyeyo, qimmatmi? Qimmatmi deb savol beryapti. Go degani asli narsa. Ya'ni qimmat narsamikan deb savol bersa, aniyo, yo'q, yo'q. Pissaji anayo. Qimmat emas. Ji anayo grammatikasi emas ma'nosida keladi. Qimmat emas. Iman vonyeyo. Iman degani 20,000 won. 20,000 won deyapti. Hop, kap narx. Shunda javob 1 bo'ladi. Mat tam. Vichi joylashuv. Kejol fasl. Shunda javobimiz 1. Bu yangi chiqqan testlardan biri, ya'ni 83-topik imtihoni. Tetki 11 dan 14gacha tahlil edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.